هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Gafir tefsiri 36. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Gafir suresi 36. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Firavun veziri Haman'a: Ey Haman, bana bir igiz bina sağın. Onun bilen men dervazlarga, asmanның dervazlarga yetişim mümkün. Şunun bilen men Musa'nın ilahini görey. Men hakikaten Musa'nı yalgancı dep guman kılaman dedi. Firavunga onun yaman ameli şundaq çıraylıq gösterildi. Firavun gumrahlık tüpeylidin, hidayet yoludun mani kılındı. Firavunның heli mekri fakat bekardır. Firavunның Musa'nın Rabbini meskir kılganlık doğrusudur. Allah Teala bu ayette Firavun'dan onun haqni qabul qilishdan takabburlik qilganligidan, haddidan oshganligidan va Musa alayhissalomni inkor qilishda yolg'onni to'qiganligidan xabar qiladi. Firavun vaziri Hamanni nihoyat egiz bir qasr selishga buyurdi. U qasr chiqishdan selingan edi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Ey Haman, mening uchun chiqish pishirib egiz bir bina sağın. Ey Haman, bana bir egiz bina sağın. Onun bilen men dervazlarga, asmanның dervazlarga yetişim mümkün. Bu ayetning ma'nosi asmanның yo'llari deganlik bo'ladi deguchilarmi bor. Şunun bilen men Musa'nın ilahini ko'ray. Men hakikaten Musa'nı yalgancı dep guman kılıman. Firavun kafir bolganlığı ve haddidan aşkanlık üçün şundaq dedi. U Musa aleyhisselamni Allah meni Firavunga payg'ambar qilib avatdi degan so'zida yalgancı dep qaradı. Firavunga uning yaman amali şundaq chiroyli ko'rsatildi. Firavun gumrahlık tüpeylden hidayet yoludan mani kılındı. Yani Firavun bunun bilen kol astıdakilerge Musa aleyhisselamni yalgancığı çıkırışqa ispatlaydigan birer iş kılıvatganda görünmekçi boldu. Firavunның heli mekri fakat bekardır. Bu ayetning ma'nosini İbn Abbas radıyallahu anhuma ve Mücahid Firavun fakat ziyankarlıqtıdır deganlik bo'ladi dedi. Firavun xonadonidan iymon etgan kishi aytdi: Ey qavmim, sizlar menga ergishinglar. Men sizlarni to'g'ri yo'lga boshlayman. Ey qavmim, bu dunyo tirikchilik faqat vaqtlik foydalanishdan iboratdir. Ahiret hakikaten mengülik karargahdır. Kimiki bu dünyada birer yamanlıqni qiladigan, onun ahirette şunun layık ceza verildi. Meyli er bolsun, meyli ayol bolsun, kimiki özü mümin durup birer yaxshi iş qiladigan, ana shular jannatga kirdi. Cennette ularga hesapsız rızık verildi. Firavun tavasidan iymon etgan odamning so'zining davomi to'g'risida.
bu mümin g'olib va yuksak Allohni unutib haqdan yuz o'rgan, Allohga osiylik qilib dunyo tirikchiligini a'lo bilgan qavmiga mundaq deydi: ey qavmim, sizlar menga ergishinglar. Men sizlarni to'g'ri yo'lga boshlayman. Mening bu so'zim Fir'avnning sizlarni men faqat to'g'ri yo'lga boshlayman degan yolg'on so'ziga hargiz o'xshash emas. Ondan u kishilarni Allohning payg'ambari Musa alayhisalomni tasdiqlashdan to'sib qo'ygan dunyo tirikchiligini tashlashga va dunyo tirikchiligini oxiratdan ustun ko'rmaslikka qiziqtirib mundaq deydi: ey qavmim, bu dunyo tirikchiligi faqat vaqtlik foydalanishdan iboratdir. Ya'ni u ozgina arzimas, pat yaqinda tugaydigan hayotdir. Oxirat haqiqatan mangulik qarorgohdir. Ya'ni u abadiy turalg'i joy bo'lib, uningdan ko'chib ketish, boshqa o'ringa yetkilib ketish bo'lmaydi. Balki oxiratdagi turalg'i joy jannat yoki do'zaxdan iboratdir. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Kimki bu dunyoda biror yomonlikni qiladi ekan, uningga oxiratda shuning loyiq jazo berildi. Ya'ni bir yomonlikqa bir yomonlikning jazosi berildi. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, kimki o'zi mu'min turib biror yaxshi ish qiladi ekan, ana shular jannatga kirdi. Jannatda ularga hisobsiz rizq berildi. Ya'ni amalga yarasha o'lcham bo'yicha mukofot bermasdan, balki Alloh u odamga putmas, tugumas mukofot berdi. La havla va la quvvata illa billah. Ey qavmim, menga nimadir ki, sizlarni men do'zaxdan qutulishga da'vat qilaman. Sizlar bo'lsanglar meni do'zaxga da'vat qilsizlar. Sizlar meni Allohni inkor qilishga, men bilmaydigan narsalarni uningga shirik keltirishga da'vat qilasizlar. Halbuki men sizlarni g'olib, bandalarning gunohlarini nihoyat mag'firat qilguvchi Allohga da'vat qilaman. Haqiqatan sizlar meni uningga, ya'ni butga ibodat qilishga chaqirsizlar. Uning dunyo va oxiratda o'ziga ibodat qilishga chaqirg'ini yo'q. Bizning oxir boradigan joyimiz Allohning dargohidir. Gumrohlikda haddidan oshquchilar ahli do'zaxdir. Sizlarga azob nozil bo'lgan chaqda sizlarga aytgan so'zimning rostligini eslaysizlar. Men ishimni Allohga topshiraman. Alloh haqiqatan bandalarni ko'rib turg'uchidir. Alloh uni Fir'avn jamasining suiqastlaridan saqladi. Fir'avn jamasiga eng yomon azob nozil bo'ldi. Ular etigini oqshimi o't to'g'rilanib turdi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda, ey Fir'avn jamasi, azobning eng qattiqiga, do'zax o'tiga kiringlar deyildi. U odamning xitobining davomi va ikki guruhning oqibati to'g'risida. Bu mu'min ularga mundaq deydi: sizlarni men nijotlik yo'liga chaqiraman. U yo'l hech bir shirik bo'lmagan yolg'iz Alloh taologa ibodat qilish, Alloh avatgan payg'ambar Musa alayhisalomni tasdiq qilishdan iboratdir. Sizlar bo'lsanglar meni do'zaxga da'vat qilsizlar. Sizlar meni Allohni inkor qilishga, men bilmaydigan narsalarni uningga shirik keltirishga da'vat qilsizlar. Ya'ni jahillik bilan pokitsiz holda shirik keltirishga chaqirsizlar. Halbuki men sizlarni g'olib, bandalarning gunohlarini nihoyat mag'firat qilguvchi Allohga da'vat qilaman. Ya'ni Alloh hammadan g'olib, hammadan ulug' turug'liq, gunohidan tavba qilgan odamning gunohini mag'firat qiladi. Haqiqatan sizlar meni uningga, ya'ni butga ibodat qilishga chaqirsizlar.
Bu ayetning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Haqiqatan shundoq. Sizlar meni butlardan va shirklardan tutib olgan ilohinglarga ibodat qilishga chaqirsizlar. Uning dunyo va oxiratda o'ziga ibodat qilishga chaqirg'ini yo'q. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid but hech narsaga ega emas dedi. Qatada bu oyatdan but foyda yetkazolmaydi, ziyon zahmatmi yetkazolmaydi degan ma'no chiqadi dedi. Suddi but o'ziga duo qilg'uchining duosini ijobat qilishga dunyo va oxiratda qodir bo'la olmaydi deganlikdir dedi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Allohni qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'la olmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdimi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Agar ularni chaqirsanglar, sizlarning chaqirganinglarni anglamaydi. Anglagan taqdirdami sizlarga javob qaytara olmaydi. Bizning oxir boradigan joyimiz Allohning dargohidir. Ya'ni qiyomatda Alloh taolo har birimizga amaliyatimizga qarata jazo va mukofot beradi. Gumrohlikda haddidan oshquchilar ahli davzaxdir. Ya'ni ular Allohga shirk keltirish bilan haddidan oshqanliklari uchun davzaxda mangu qoladi. Sizlarga azob nozil bo'lgan chaqda sizlarga aytgan so'zimning rostligini eslaysizlar. Ya'ni kelgusida men sizlarni qilishga buyurgan narsaning, sizlarni qilishdan to'sgan narsaning, sizlarga nasihat qilgan va ochiq bayon qilgan narsaning rostligini bilasizlar degan u so'zlarimni eslaysizlar. Ondan pushaymon qilasizlar. Afsuski pushaymon qilish foyda bermaydi. Men ishimni Allohga topshiraman. Ya'ni Allohga tavakkul qilaman. Allohdan yordam tilayman. Sizlardan ado-judo bo'lib yiroqlashaman. Alloh haqiqatan bandalarni ko'rib turg'uchidir. Ya'ni pok va yuksak Alloh ularni ko'rib turdi. Hidoyatga loyiq bo'lganlarni hidoyat qiladi. Gumrohlikka loyiq bo'lganlarni ozdirdi. Yetarlik pok keltirish, hikmat bilan ish qilish, ishlarni planliq ijro qilish Allohga xosdir. Allah uni Fir'avn jamoasining suiqastlaridan saqladi. Ya'ni uni dunyo va oxiratda ziyonkorlikdan saqladi. Dunyoda bo'lsa Alloh taolo uni Musa alayhisalom bilan birga nijotlikka erishtirdi. Oxiratda bo'lsa jannat bilan nijotlikka erishdi. Qabr azobining borlig'ini isbotlash to'g'risida Fir'avn jamoasiga eng yomon azob nozil bo'ldi. Bu azob bo'lsa ularning dengizga cho'ktirilib o'tishidir. Cho'ktirilib o'tishi, ondan keyin do'zaxga tashlanishidan iboratdir. Toki qiyomatgacha ularning jonlari atigan oqshimi o'tga to'g'rilanib turdi. Qiyomat bo'lganda ularning jonlari bilan tanlari do'zaxda jam qilindi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda ey Fir'avn jamoasi, azobning eng qattiqiga do'zax o'tiga kiringlar deyiladi. Ya'ni farishtalarga ularni eng qattiq alam bo'ladigan, eng cho'ng azob bo'ladigan do'zax o'tiga tashlanglar deyiladi. Bu oyatni sunniy aqidasidagi musulmonlar qabr azobini isbotlashda dalil qiladi. Bu dalil Allohning ular
atigini akşimi o'tqa to'g'rinib turdi degan oyatidami isbotlandi. Lekin bu yerda bir savol tug'iladi. Bu oyat Makkada nozil bo'lganligida shak yo'q. Ulamolar bu oyatni qiyomatdan burunla qabrda qabr azobining bo'ladiganligiga dalil qildi. İmam Ahmed Ayşe radıyallahu anhadan mundaq rivoyat qiladi. Bir Yahudi ayol Ayşe'ga xizmat qilatdi. Ayşe radıyallahu anha o ayolga birer yaxshi ish qilib bersala, o ayol Ayşe'ga Allah sizni qabr azobidan saqlasin dedi. Ayşe radıyallahu anha mundaq dedi. Payg'ambar alayhissalom qishimga kirganda men, ey Allohning payg'ambari, qiyomatdan burun qabrda azob bo'lamdi deb so'radim. Payg'ambar alayhissalom, "Yo'q, kim shundoq dedi. Men, bu Yahudi ayol shundoq deydi, men uningga biror yaxshi ish qilib bersamla, u sizni Alloh qabr azobidan saqlasin deydi" dedim. Payg'ambar alayhissalom, Yahudi ayol yolg'on so'zlabdi. Ular Alloh taolo eng yolg'on so'zlaydiganlar. Qiyomat kuni bo'lmasdan hech bir azob bo'lmaydi dedi. Shuningdan bir mezgil o'tdi. Bir kuni tush vaqtida Payg'ambar alayhissalom kiyimini yepingan, ko'zlari qizirib ketgan holda keldi va yuqori ovoz bilan: "Qabra qorong'u kechining bir parchasiga o'xshashdir. Ey insonlar, agar sizlar men bilganni bilsanglar, albatta ko'p yig'lab, oz kulatdinglar. Ey insonlar, Allohga sig'inib qabr azobidan panoh tilanglar. Shubhisizki qabr azobi barhaqdir" dedi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Bu yerde bu hadis bilen u oyatni qandoq birlashtirib tushunamiz? Chunki u oyat Makkada nozil bo'lgan bo'lib, uningda qabr azobining borligi ifodalandi deb savol qo'yilsa, buningga tuvandagidek javob berildi. Birinchi, bu oyat qabrda jonlarning atigan oqshimi o'tqa to'g'rilanadiganligiga dalildir. Lekin bu oyatda chekadigan azobi qabrdagi jasadlarga yetadiganligiga dalil yo'q. Undaqda bu azob tansiz jon bilanla cheklanishi mumkin. Ammo bu azobning tangi bo'ladiganligi va tanning bu azob sababidan alam tortishi faqat tuvanda keladigan qanoatlanarlik hadislardanla isbotlangan. Ikkinchi, haqiqatan bu oyat faqat qabrda kofirlarning azoblanadiganligiga dalil bo'la oladi. Buningdan hargizmi mu'min qilgan gunohlar sababidan qabrsiz azoblandi degan dalil chiqmaydi. Mu'min qabrsiz azob duchor bo'ladi deydiganga dalil keltirishga to'g'ri kelsa, İmam Ahmedning Ayşe radıyallahu anhadan qilgan rivoyatini ilishqi bo'ladi. Bu hadisda mundaq deyilgan: Payg'ambar alayhissalom Ayşe'ning yeniga kirdi. Ayşe'ning yenida bir Yahudi ayol bor edi. U ayol Ayşe'ga: "Sizlarning qabranglarda sizlarning qabrlaringlarda azoblanadiganliklarini bilamsiz?" deb etdi. Payg'ambar alayhissalom cho'chib, "Faqat Yahudilarla azoblandi" dedi. Ayşe radıyallahu anha mundaq deydi: Aradan bir mezgil o'tdi. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom: "Bilinglarki, shak shubhisiz sizlar qabrlarda azoblanasizlar" degan so'zni qildi. Shuningdan keyin Payg'ambar alayhissalom qabr azobidan panoh tilaydigan bo'ldi. Bu hadisni İmam Muslimmi shunday rivoyat qilgan. Uchinchi, bu oyat qabrda jonlarga azob bo'ladiganligini ko'rsatdi. Lekin buningdan qabrlardagi tanlarga azob bo'ladi deganlik chiqmaydi.
Payg'ambar alayhissalomga bu to'g'rida xususiy vahiy qilingan chaqda u azobdan panoh tiladi. Qabr azobini ko'rsatadigan hadislar nihoyat ko'pdir. Qatada Alloh taolaning ular atigini oqshimi o'tqa to'g'rilanib turdi degan oyat haqida, ular atigini oqshimi toki qiyomat kunigacha o'tqa to'g'rilanib turdi. Ularni ayiblash, malomat qilish va xorlash yuzidan ey Fir'avn jamoasi, bu sizlarning o'rninglar deyildi dedi. İbn Zayd ular bugun o'tda bo'lib, qiyomat kunigacha atigan oqshimi o'tda azoblanib turdi dedi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda ey Fir'avn jamoasi, azobning eng qattiqiga do'zax o'tiga kiringlar deyildi. Ya'ni Fir'avn jamoasi o'tloqqa qo'yib berilgan aql yurgizmasdan tashlarni, o'simliklarni ayirmay dessaydigan tögiga o'xshaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. İmam Ahmad ibn Umar radıyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Haqiqatan sizlardan biringlar o'lsa, atigini oqshimi uning oxiratdagi o'rni to'g'rilanib turdi. Agar u jannat ahlidan bo'lsa, jannatdagi o'rni to'g'rilanadi. Agar u davzax ahlidan bo'lsa, davzaxdagi o'rni to'g'rilanadi. Ondan uningga bu sening o'rningdir. Qiyomat kuni Alloh seni u o'ringa muyassar qiladi deyildi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Bu chaqda ular davzaxda o'zaro munozirlashadi. Ojiz agashkuchilar akavur agashturgichilarga shubhisizki biz sizlarga agashgan edik. Bizden devzaq azobidan bir qismini elib tashlay olamsizlar deydi. Akavur agashturgichilari shubhisizki biz hammamiz devzaqdadurmiz. Allah haqiqatan bandilarning orasida hukm chiqadi deydi. Devzaqdikilar devzaqqa muakkal farishtalarga sizlar Rabbinglarga duo qilinglar. U bizden bir kunlik azobni yeniklatsa ekan deydi. Ular, ya'ni devzaqqa muakkal farishtalar, payg'ambaringlar sizlarga ro'shan mo'jizlarni elib kelmaganmidi deydi. Ular, ya'ni kuffarlar, elib kelgan edi deydi. Ular, ya'ni farishtalar, sizlar duo qilinglar, lekin kofirlarning duosi foydasizdir deydi. Devzaq ahlining munozirasi to'g'risida Allah Teala bu ayette devzaq ahlining devzaqda qilishgan jidalleri ve ularning munoziralarini xabar qildi. Bu munozirlashganlarning ichida Fir'avn ve uning qavmi bardir. Ojiz agashkuchilar rahbarlarga, obro'li kishilarga va katovoshlarga mundaq deydi. Shubhisizki biz sizlarga agashgan edik. Yani biz dünyada sizlar bizni chaqirgan küfür ve gumrohlikdan iborat narsaga ergishishda sizlarga itoat qilgan edik. Bizden devzaq azobidan bir qismini elib tashlay olamsizlar deydi. Yani azobning bir o'lishini bizden o'z ustinglarga ola olamsizlar. Hakavur agashturgichilari shubhisizki biz hammamiz do'zaxdadurmiz. Yani biz sizlardan hech narsani ustimizga ola olmaymiz. Bizga biz tortayotgan ustimizdagi bu azob uqubatmi yetib oshadi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Allah haqiqatan bandilarning orasida hukm chiqardi deydi. Yani Allah aramızda her birimizga tegishli bo'lgan azobni taqsim qildi. Bu vaqtda Allah Teala mundaq deydi. Allah hammaga ikki asli azob berildi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi.
Dövzaqtikilar dövzaqqa muvakil farishtalarga sizlar Rabbinglarga duo qilinglar. U bizdan bir kunlik azobni yeniklatsa ekan deydi. Ular Alloh taolaning ularning duosini ijobat qilmaydiganligini va ularning duosini tingshmaydiganligini, balki Alloh taolaning jahannamda har oldi qilinglar, ustinglardan azobning ko'tarilib ketishi haqida menga so'z ochmanglar deydiganligini bilganda, do'zax ahlini saqlaydigan farishtalardan bir kun bo'lsa-mu kofirlardan azobni yenikilishini tilab Alloh taolaga duo qilishini talab qiladi. Farishtalar ularning so'zlarini rad qilib, payg'ambaringlar sizlarga ro'shan mo'jizalarni ilib kelmaganmidi? Ya'ni dunyoda payg'ambarlarning tillari orqali sizlarga dalil isbot kelmaganmi deydi. Ular ya'ni kuffarlar ilib kelgan edi deydi. Ular ya'ni farishtalar sizlar duo qilinglar. Ya'ni sizlar o'zinglar uchun o'zinglar duo qilinglar. Biz sizlar uchun duo qilmaymiz. So'zinglarga quloq solmaymiz. Biz sizlarning azobdan qutulishinglarni xohlamaymiz. Biz sizlardan ado judamiz. Sizlar shuni bilishinglar kerakki, mayli sizlar duo qilinglar yoki qilmanglar, duoyinglar baribir ijobat bo'lmaydi. Sizlardan azobmi yeniklitilmaydi. Lekin kofirlarning duosi foydasizdir deydi. Ya'ni bu duo qabul qilinmaydi, ham ijobatmi qilinmaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Alhamdulillah, yuqorida Sura G'ofir tafsiridan 50-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.